Yasharish va yangilanish fasli bahor bilan, qolaversa Navro'z ayyomi bilan barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Balxash, Karaganda, Astana, Petropolsk yo'nalishlari bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Avtobuslarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Qulayliklari komfort darajada, muhimi har bitta yo'lovchimiz uchun kerakli bo'lgan Wi-Fi tizimi mavjud. Bundan tashqari avtobus reyslarimizda qishin-yozun moslashuvchan muzlatgichlar, ya'ni konditsionerlarimiz ham bor. Bemalol kelib foydalanishingiz mumkin. Agar sizga ham davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizning biletlari kerak bo'lsa, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelasiz. Ikkinchi qavatda ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, masofadan turib joyingizni bron qilib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Yangiliklarimiz hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.